Assalomu alaykum. Men Sadullayev G'iyosjon Olimjonovich, neyrokardiomet klinikasi bolalar bo'limida bolalar nevrologi lavozimida ishlayman. Sizlar bilan bugun enurez mavzusini yoritamiz. Enurez bu bolalarning tunda va kunduzda siyib qo'yish holatlari hisoblanadi va enurez deb diagnoz qo'yish uchun bola 4-5 yoshdan oshgan bo'lishi kerak. Chunki markaziy nerv sistemasi 4-5 yoshgacha rivojlanish jarayonida bo'ladi. Va bu holat davomida bolalarni sevib qo'yishi odatiy hol hisoblanadi. Lekin 4-5 yoshdan keyin bu holat to'xtamayaptimi, enurez diagnozi qo'yiladi va shunga qarab davo muoljalari o'tkaziladi. Enurezni keltirib chiqaruvchi sabablar: bular markaziy nerv sistemasining kasalliklari, endokrinologik kasalliklar bo'lishi mumkin, genetik faktor, ya'ni nasliylik ham buni keltirib chiqaradi. Va bundan tashqari siydik yo'llari anomaliyalari, infeksiya, ya'ni ikkilamchi kasalliklari tufayli rivojlanishi mumkin. Yana psixologik travmalar, ya'ni depressiya, stress va shunga o'xshash holatlar tufayli ham enurez holatlari kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari yana qo'shimcha qandli diabet, epilepsiya va shunga o'xshash ikkilamchi kasalliklar tufayli ham enurez holatlari kuzatiladi. Nevrologik jihatdan enurez ikki turga bo'linadi: nevrosimon va nevrotik turlarga bo'linadi. Nevrotik turi bu asosan og'ir depressiya, stress, ya'ni psixologik travmalar tufayli kelib chiqadigan enurez hisoblanadi. Nevrosimon turi bo'ladigan bo'lsa, bu asosan nerv sistemasining kasalliklari tufayli rivojlanadi. Nevrotik turida bemor masalan o'zini qilib siyib qo'yganini, ya'ni qilib qo'ygan aybini tushunadi. Agar nevrotik turida oladigan bo'lsa, nevrosimon turini oladigan bo'lsak, bemor masalan nerv sistemasi kasalligi bo'lganligi tufayli bu holatni sezmaydi. Enurezni diagnostikasiga keladigan bo'lsak, enurezni masalan aniqlash uchun asosan birinchi o'rinda anamnez, ya'ni so'rab surishtirish o'tkaziladi va bunda bola qachon kasallik boshlandi, bolaning yoshi, oilaviy sharoiti, ya'ni oilaviy holat bo'lishi mumkin va bundan tashqari o'tkazgan kasalliklari, nasliy kasalliklar hammasi so'rab surishtiriladi. Ikkinchisi fizikal tekshiruv. Fizikal tekshiruvda bolani tanasini tekshirib ko'rganimizda siydik yo'llari va tashqi tuzilishda anomaliyalar bor yoki yo'qligi, kasalliklar bor yoki yo'qligi, teri qoplamlari, bolani ruhiy holati hammasi tekshiriladi. Instrumental tekshiruv o'tkazganimizda esa siydik yo'llari ultratovush tekshiruvi, siydik tahlillari o'tkaziladi. Bundan tashqari bosh va orqa miya MRT, MCT tekshiruvlari o'tkazilishi kerak. Ya'ni chunki bosh va orqa miyadagi bo'ladigan har xil kasalliklar va nuqsonlar tufayli bu holat kelib chiqishi mumkin. Agar sizlarda va sizlarning farzandlaringizda xuddi shunday shikoyatlar va belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, bizning manzillarimizga murojaat qiling va sizlarga qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Xayr, salomat bo'ling.